إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va cho'qim uni qo'g'daymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli o'rgangich qarindoshlar, biz Allohning fazli bilan birinchi va ikkinchi bo'lim darslarimizni oxirlashtirib, 3-bo'lim darsimizni boshlamoqchi bo'layotimiz. Biz birinchi bo'limda Qur'oni Karimdan savod chiqarish shunga aloqador mashqlarni o'tdik. Alhamdulillah, buni nayt yaxshi oyoqlashtirdik. Ikkinchi bo'limda biz tajviddan dastlabki savod, ya'ni eng oddiy shaklda, ya'ni yangi Qur'on o'rganuvchi qarindoshlar bilmas bo'lmaydigan, kam bo'lsa bo'lmaydigan qoidalarni eng oddiy shaklda so'zlab o'tdik. Hamda 3-bo'limni boshlaymiz. Bu bo'limda inshaalloh biz sal kengir doirada tajvid ilmini sal kengirroq o'rgansam bo'ldi degan qarindoshlarimizning ehtiyojini ko'zda tutib, sal kengir doirada so'zlaymiz. Allah manfaatli qilib bersin. Bismillahirrahmanirrahim. Hozirgi darsimizda so'zlaydigan muhim nuqta qiroat ilmi haqida umumiy bayon. Unda bo'lsa qiroat degan nima degan gap? Qiroat deganning so'z ma'nosi o'qish va tilovat qilish degan gap. Unda bo'lsa buning iste'mol ma'nosi nima desanglar, bu yerda 10 imom va 10 xil qiroat bor. 10 imomning har birisiga tava, o'ziga xos bir qiroat bo'ladi. Shu qiroatni boshqa qiroatlardan farqli holda tilovat qilishni ko'rsatadi. Ya'ni qiroat degan so'zningki bu kalimaning iste'mol ma'nosi shu 10 xil qiroatni bir-birisidan farqli holda o'qish, ya'ni bir-birisidan farqli holda tilovat qilishni ko'rsatadi. Unda bo'lsa bu qiroatlar qanday yetib kelgan desanglar, bu qiroatlar o'zining shu 10 imom bor, 10 imom o'zining ustozlari va ustozninki ustozlaridan mushunda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga yetib boradigan, ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ulanadigan bir sanad zanjiri orqali shunda yetib kelgan bo'ladi. Shuning uchun bu qiroat ilmininki asosi naql. Qiroat ilmining asosi naql deymiz. Unda bo'lsa qiroat ilmininki temisi. Qiroat ilmininki temisi. Qiroat ilmininki mavzusi, ya'ni bu nimani tadqiq qiladi desanglar, qiroat ilmi Qur'on Karimdagi, ya'ni Alloh subhanahu va taolaning kalomi bo'lgan Qur'on Karimdagi har bir kalimalarningki talaffuz qilinishi, shu kalimalarningki mahrajlari, ya'ni qayerdan chiqadi, qanday talaffuz qilamiz, shuni tadqiq qilamiz. Uningdan boshqa yana har bir qiroatningki boshqa qiroatlar bilan bo'lgan farqi va o'xshashligi nada? Qanday naql qilingan? 10 xil qiroat imomlari bizga boshqa shogirdlarga qanday o'rgangan va bizga qanday yetib kelgan degan mushu temalarni tadqiq qiladi. Qiroat ilminingki tadqiq qilish obyekti mana mush. Qiroat ilmi Qur'on Karimningki qanday, ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga qanday vahiy qilingan bo'lsa, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zining sahoba kiramlarga qanday o'rgatgan bo'lsa, sahoba kiramlar va o'zining shogirdlariga qaysi shaklda, qaysi yo'l bo'yicha o'rgatgan bo'lsa, bizga shu shaklda o'zgarmay yetib kelishida nihoyatda muhim rol o'ynagan. Ya'ni qiroat ilminingki roli nihoyatda muhim. Demak, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qanday vahiy qilingan bo'lsa, bizga shu bo'yicha o'zgarib ketmay yetib kelishida nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Qiroat ilminingki asos maqsadi. Qiroat ilminingki asos maqsadi bu nihoyatda jiq, bundan biz bir qanchani bayon qilib o'tamiz. Qiroat ilminingki maqsadi birinchidan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan mutavatir ravishda rivoyat qilingan qiroatdagi, ya'ni o'xshamasliklarni tepib chiqish va uningdagi, masalan, uningga aralashib ketish ehtimoli bo'lgan zaiflar va to'qilmalarni ayirib o'tish. Ya'ni Qur'oni Karimningki asl altini saqlash. Qiroat ilmining maqsadi
birinchidan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan mutavatir ravishda rivoyat qilingan qiroatlarninki o'xshamasligini tepib chiqish, ularning zaif va to'qilmalarning aralashib ketishininki oldini olish va shu bo'yicha o'gitishni maqsad qiladi. Shu bo'yicha o'gitish. Ikkinchidan bu vahiy tunji bo'lib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga tushgan. Shundaymi? Vahiyninki tunji obyekti payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu Qur'on tushgandan keyin o'zining sahoba kiramlariga qanday o'qitgan bo'lsa, ya'ni qanday o'rgatgan bo'lsa, shu bo'yicha yetkazish, ya'ni kelgusi avlodlarga shu bo'yicha yetkazishni maqsad qiladi. Ikkinchi maqsad ham mana shu. Unda bo'lsa, qarindoshlar, qiroat ilmininki qanday foydalari bor desak, qiroat ilmininki tuvandagidek nihoyatda muhim foydalari bor. Masalan, Qur'on Karimninki Alloh subhanahu va taolaning kalom bo'lgan Qur'oni Karimninki asli holati bo'yicha saqlab qolish va tafsir jihatda tafsirni to'g'ri tafsir qilish va Qur'oni Karim kalimalarini talaffuz qilgan chog'imizda xatolikdan saqlanish va har bir qiroatninki farqlarini ayirish va oyatlarninki xato tushunib qilishiningki oldini olish va har xil hukmlarni qiroatlarga asosan birlashtirishdan iborat mushunda xilma-xil foydalari bor. Unda bo'lsa, qarindoshlar, qiroatlarninki xilma-xil bo'lishiningki qanday foydasi bor desanglar, qiroatlarninki xilma-xil bo'lishi Qur'onni tilovat qilishni osonlashtirish rolini o'ynaydi. Ya'ni qiroatlarning xilma-xil bo'lishi Qur'on tilovat qilishni osonlashtirish rolini o'ynaydi. Ya'ni masalan, o'qishmagan til shivlar bilan so'zlashadigan, hatto o'qish yozishni bilmaydigan, savodim yo'q Quraysh shivasini talaffuz qilishda qiynalgan nurg'un musulmonlar Qur'oni Karimni o'zlariga oson ravishda o'qish fursatiga ega bo'lgan. Ya'ni o'sha qiroatninki xilma-xil qilishi bilan shu chaqdagi qabilalar o'ziga oson ravishda Qur'oni Karimni tilovat qilish fursatiga ega bo'lgan. Undan keyin yana bir roli qiroatlarning xilma-xil bo'lishi Qur'oni Karimninki Alloh subhanahu va taolaning kalomi ekanligininki eng katta dalillardan biri bo'ladi. Chunki bu qiroat xilma-xil bo'lgani bilan buningda hech qanday bir zidlik paydo bo'lmaydi. Zidlik mavjud emas. Ya'ni 10 xil qiroat, 7 xil qiroat deymiz. Bu qiroat xilma-xil bo'lgan bilan bu qiroatlarda hech qanday yerda bir zidlik mavjud bo'lmaydi. Tamam. Unda bo'lsa biz qiroat haqida umum bayonni so'zladik. Endi biz qiroat imomlari 10 xil imom bor dedik, 10 xil qiroat bor dedik. Unda bo'lsa bu 10 xil imomninki ismlari va ularningki qiroatlari o'ziga tava, har birisiga tava qiroatlari bilan tanishamiz. Qiroat ilmininki asosliq manbalarida rivoyat qilinishicha mutavatir darajada bizga yetib kelgan 7 xil qiroat va 7 imom bor. Ya'ni mutavatir rivoyat bilan kelgan imomlarning soni 7. Ammo keyincha mutavatir bo'lmasa-mu, eng ishonchlik, qat'iy shak yo'q darajada yana yetib kelgan yana 3 imom bor. Bo'lib jami shuning bilan 10 qiroat imomlari sahih darajada ekanligi bizga ma'lum. Bu imomlarning ismlari tuvandikcha. Birinchisi İmam Nafi. Yani 10 imamninki birisi İmam Nafi. İkincisi İmam İbn Kasir. Üçüncüsü İmam Ebu Amr. Yani üçüncüsü İmam Ebu Amr. Dördüncüsü İmam İbn Amir. Beşinci İmam Asim. Altıncı İmam Hamza. Yedinci İmam Kisai. Sekizincisi İmam Ebu Cafer. Dokuzuncusu İmam Yakub. Onuncusu İmam Halef. Yani bu şu 10 imam her birisi 10 xil qiroatga vakillik qiladi. Bularninki ichida 7si mutavatir darajada bizga mutavatir rivoyat bilan yetib kelgan. Qolib qolgan 3chi bo'lsa mutavatir darajaga yetmasa-mu, ishonchli ekanligida hech qanday shak yo'q. Tuvandagi jadvaldan bilib olamiz. Unda bo'lsa bu jadvalda 7 qiroat
biz 7 qiroat deydik, mutavatir darajada yetib kelgan. Ya'ni mutavatir darajasiga yetgan 7 imom va 7 xil qiroat bor dedik. Shundaymi? Shu 7 xil imom va ularningki raviylari bilan tanishib chiqamiz. Birinchi imom Imom Nafi. Imom Nafi. Men qarasanglar, tüpistiki imomlarning ismlari, 7 imomning ismi, tagida raviylarning ismi. Masalan, har bir imomningki 2 dan raviysi bo'ladi, ya'ni 2 dan shogirdi bor. Masalan, Imom Nafiningki Qalun va Varsh, bu ikkolan shogirdi va raviylari. Imom Ibn Kasirningki Bazzi va Qumbul. Imom Abu Amr Basriyninki Durri va Suvaysi. Bu ikkidan iborat mushu 2 raviysi bo'ladi. Imom Amirninki Hisham va Ibn Zakvandan iborat 2 raviysi bor. Imom Asimninki Shu'ba va Hafs degan 2 raviysi bor. Imom Hamzininki Khalaf va Xallat, Imom Kisaininki Abu Haris va Duri. Demak 7 imomninki demak 14 raviysi bo'ldi. Shundaymi? Har bir imomninki 2 dan raviysi bo'ldi. Har bir imomninki 2 dan raviysi mana. Unda bo'lsa bu jadvalda biz qiroat imomlari va ularningki raviylari, ya'ni shogirdlari va ularningki yashagan o'rni va vafot bo'lgan yil nomlarini bu jadvaldan bilib olamiz. Mana mavadiki ism degan yerdagi bu imomlarning ismlari. Yani 10 imam bor dedik, 10 imomning ismi Imom Nafi, Ibn Kasir, Abu Amr, Ibn Amir, Asim. O yan tarafidagi bo'lsa, mana belgisi degani mushu Hamza, masalan Imom Nafiga dalolat qiladi. Ya'ni qiroat ilmida, qiroat ilmini o'qigan chog'imizda mushu Hamza Imom Nafiga dalolat qiladi. Ya'ni har bir imomningki ayrim bir harf va bu harf shu imomga vakillik qiladi yani. Mesela İmam Nafi'nin belgisi Hamza. Bu İmam Nafi Medin'de yaşayan, vafat olgan yili Hijriyaniki 169 yili, miladi 785 yilga to'g'ri keladi. Bu İmam Nafi'ninki 2 raviysi bor dedik. Har bir imomninki 2 dan raviysi bor dedik. İmam Nafi'ninki Qalun va Varsh dan iborat 2 raviysi bor. Hamda bu 2 ravininki har birisininki yana belgisi o'xshamaydi. Masalan Qalunninki B. B harfi demek mushu Qalunga vakillik qiladi. Jim harfi Varshga vakillik qiladi. Unda bo'lsa Qalunninki vafot tarixi mana shu Hijriyaniki 220-yili, Varshninki 197-yili. Unda bo'lsa ikkinchi Imom Ibn Kasir, bu imomninki belgisi dal. Dal harfi mushu Imom Ibn Kasirga dalolat qiladi. Yashagan o'rni Makka, vafot bo'lgan yili Hijriyaniki 120-yili. Bu imomninki raviylari Bazzi va Qumbul. H harfi Bazziga vakillik qiladi, Z harfi Qumbulga vakillik qiladi. Bularningki vafot bo'lgan tarixi Bazzi 250-yili, Qumbul 291-yili vafot bo'lgan Hijriyaning. 3-imom Abu Amr. Abu Amrninki belgisi masalan Imom Abu Amrninki belgisi Jim. Jim harfiga dalolat qiladi. İmam Abu Amr Iroqniki Basra degan yerda yashagan, Hijriyaniki 154-yili vafot bo'lgan. Raviylardan 2 raviysi bor, Imom Durri va Susi. Durrininki to, Susininki ya. Demak, mushu 2 harf 2 raviyga dalolat qiladi. Imom Durri 246-yili, Hijriyaning 246-yili vafot bo'lgan. Susi 261-yili vafot bo'lgan. Unda bo'lsa 4-imom Ibn Amir. Kaf harfi Ibn Amirga vakillik qiladi. Ibn Amir degan kishi Imom Ibn Amir Shamda yashagan, vafot tarixi Hijriyaniki 118-yili. 2 shogirdi Hisham va Ibn Zakvan. Hishamninki belgisi lam, ya'ni lam harfi. Ibn Zakvanning belgisi mim harfi.
Hisham hijriyaniga 245-yili vafot bo'lgan. Ibn Zakwan hijriyaniga 242-yili vafot bo'lgan. 5-imom Imom Asim. Imom Asim. Ya'ni biz o'qiyotgan qiroatniki, ya'ni biz o'qiyotgan va o'rgatayotgan musulmonlarningki ko'pinchisi o'qiydigan qiroatniki imom. Ya'ni biz o'qiyotgan qiroatni mushu Imom Asim degan imomdan yetib kelgan. Biz shu Imom Asim qanday o'rgatgan bo'lsa, ustozlardan qanday olgan bo'lsa, shu bo'yicha o'zining shogirdlariga o'rgatgan, bizga shu bo'yicha yetib kelgan. Imom Asim shu. Bu Imom Asimningki belgisi nun harfi, Iroqning Kufa degan yerda yashagan, hijriyaniga 127-yili vafot bo'lgan. Shogirdlardan Abu Bakr va Hafs. Abu Bakrninki belgisi sad harfi. Hafsninki belgisi ayin harfi. Ayin. Bular ayrim holda hijriyaniki 193-yili, Hafs hijriyaniki 180-yili vafot bo'lgan. 6-imom Imom Hamza. Imom Hamzaninki belgisi fa harfi, Iroqning Kufa degan yerda yashagan, hijriyaniki 156-yili vafot bo'lgan. Raviylardan ikki raviysi bor, Xalaf va Xallad. Xalafning belgisi dod harfi, Xalladninki belgisi qof harfi. Bular Xalaf 229-yili vafot bo'lgan. Xallad hijriyaning 220-yili vafot bo'lgan. 7-imom Imom Kisai. Imom Kisaininki belgisi Ra. Iroqning Kufa degan yerda yashagan. Hijriyaninki 189-yili vafot bo'lgan. Raviylardan Abul Haris va Duri. Abul Harisninki belgisi sin harfi. Hijriyaninki 240-yili vafot bo'lgan. Durri. Buniki belgisi ta harfi. Bu kishi hijriyaniki 246-yili vafot bo'lgan. 8-imom Abu Ja'far. Belgisi jim bilan ayin. Yashagan o'rni Madina. Ya'ni Madina Munavvarda yashagan. Hijriyaniki 130-yili vafot bo'lgan. Raviylardan Ibn Vardan va Ibn Jammaz. Ibn Vardanninki belgisi ayin bilan ya. Ibn Jammazninki jim mim. Ibn Vardan hijriyaninki 160-yili vafot bo'lgan. Ibn Jammaz degan kishi hijriyaning 170-yili vafot bo'lgan. 9-imom Yaqub. Imom Yaqub. Belgisi ya ayin. Ya ayin. Iroqninki Basra degan yerda yashagan. Hijriyaning 205-yili vafot bo'lgan. Raviylardan Ruvays va Ravi. Ruvaysning belgisi Yasin. Hijriyaniki 238-yili vafot bo'lgan. Raviyning belgisi ha bilan ha. Hijriyaniki 234-yili vafot bo'lgan. 10-imom, ya'ni oxirgi imom Imom Xalaf. Belgisi xa lam. Xa bilan lam. Ya'ni Iroqning Kufa degan yerda yashagan, hijriyaniki 229-yili vafot bo'lgan. Raviylardan Abu Ishaq va Idris. Abu Ishaq degan kishiningki belgisi Sinha. Bu kishi hijriyaniki 286-yili vafot bo'lgan. Ya'ni Idris degan kishiningki belgisi Sin bilan ha, Sinha. Bu kishi hijriyaniki 292-yili vafot bo'lgan. Yuqorqi jadvallarda biz 10 imom va ularningki yashagan o'rni, vafot bo'lgan yil nomlari va har bir imomningki ikkidan raviylari va ularning belgilari va ularningki shu raviylarningmi vafot bo'lgan vaqti, vafot bo'lgan yillari bilan tanishib chiqdik. Unda bo'lsa biz 10 xil qiroat bor dedik. 10 imom bor, har bir imomning o'ziga xos shu imomga tava qiroat bor dedik. Unda bo'lsa biz o'qigan qiroat, biz o'qiyotgan qiroat, biz o'rganadigan, hozir so'zlayotgan shu qiroat zodi qaysi imomga tava, qaysi qiroatga tava deganni so'zlaymiz.
Ya'ni biz o'rgangan qiroat 10 imomningki biri Imom Asimning qiroati shu. Imom Asimningki asl ismi, ya'ni to'liq ismi Imom Asim ibn Bahdala ibn Najjud. Imom Asim ibn Bahdala ibn Najjud. To'liq ismi shu. Taxallusi Shayxul Qurra. Ya'ni qarilarning ustozi. Ya'ni qarilarningki eng yaxshisi, eng mahir degandek taxalluslar bor. Chunki bu odam nihoyatda o'zining zamonasida shu qiroat ilmida voyaga yetgan. Ham faqih, nihoyatda ilmga puxta, ilmga nihoyatda mukammal to'shqan bir kishi bu. Bu kishiningki ustozlari tabiinlardan Abdurrahman as-Salami. Ya'ni bu kishiningki ustozlari Abdurrahman as-Salami degani tabiinlardan qatoridan Abdurrahman ibn Salami degan kishidan olgan, ya'ni shu kishiga o'qigan. Yana birisi Zirr ibn Hubaysh. Bu kishi tabiinlarning qatoridan. Demak, Abdurrahman as-Salami bilan Zirr ibn Hubaysh Imom Asimningki nimasi ustozdir bo'ladi. Demak, Imom Asim shu qiroatni kimdan o'rgangan? Tabiinlardan o'rgangan. Bu kishi Iroqningki Kufa degan yer dunyoga kelgan. O'z davriningki hamda o'z davridagi Qur'onni eng chiroyli, eng go'zal o'qiydigan, qiroat ilmiga to'shqan, nihoyatda puxta, mukammal egallagan, Qur'on o'qishga nihoyatda mahir, Alloh subhanahu va taolo cho'ng bir ne'matni ato qilgan bir imomning birisi. Buningki ikki ravisi bor. Imom Asimning ikki ravisi Abu Bakr Shu'ba, ya'ni birisi Hafs. Biz Hafs rivoyati va Shu'ba rivoyati deb ataymiz. Demak, bu Hafs va Shu'ba degan ikki kishi, ikki ravi shu Imom Asimningki shogirdlari bo'ladi. Ya'ni bu Hafs bilan Shu'ba degan ikki kishi o'zining ustozi bo'lgan Imom Asimdan o'rganib bizga shu yo'l bo'yicha o'rgatgan. Unda bo'lsa Imom Hafs degan kishi to'g'risida to'xtalamiz. Imom Hafsi biz qatorida, ya'ni 10 xil imomning qatoridan sanalgan Imom Asimningki shogirdlarining birisi. Ya'ni Imom Asimningki o'gay o'g'li bo'ladi. To'liq ismi, Imom Hafsning to'liq ismi Hafs ibn Sulaymon al-Mughira. Hafs deb kishilarning orasida hamda Hafs degan ism bilan mashhur bo'lgan. Bu kishi butun umrini Qur'oni Karimni o'rganish va o'rgatish, qiroatlarni tadqiq qilish bilan shug'ullangan, Bag'dodda va Makkada yashagan, bir mezgil Bag'dodda uzun muddat turgan, undan keyin Makkaga kelgan. Demak, o'zining ustozi bo'lgan Imom Asimdan Imom Asimningki eng qobil shogirdlaridan birisi. Mush Imom Asimning qiroatiningki bizga sog' salomat yetib kelishida eng muhim rol o'ynagan kishining birisi mushu Imom Hafs. Allah bu kishidan rozi bo'lsin, Alloh yotqayni jannat qilsin. Bu kishi Hijriyaninki 180-yili 90 yoshida vafot bo'lgan. Tilovatninki turlari. Ya'ni tilovat, ya'ni Qur'on Karimning tilovati, ya'ni Qur'on Karimni o'qish tiz asliga asosan 3 xil bo'ladi. Ya'ni Qur'on Karimni tilovat qilish, tiz tilovat qilamdiq yoki asta yoki normalmi degan mush jihatdan 3 xil bo'ladi. Bunun birinchisi tahqiq shakldaymiz. Bu aldirmay, ya'ni aniq o'qishni ko'rsatadi. Ya'ni tahqiq deganninki so'z ma'nosimi amiliylashtirish, tekshirish degan ma'noda. Bu tahqiq shaklda Qur'on o'qigan chog'imizda biz harflarni nihoyat aldirmay, maxrajlarini to'liq chiqarib, harflarning sifatlarini to'liq ado qilib, aldirmay, tahqiqlab shunda o'qishni ko'rsatadi. Bunda o'qish
odatda ustozlar bilan shogirdlar o'tirsida bo'ladi. Masalan, ustozlar Qur'on o'rgatmoqchi bo'lsa, shu tahqiq shaklini qo'llanamiz. Demak, bu birinchi xil shakl nihoyat aldirmay o'qishni tahqiq shaklida deymiz. Ikkinchi o'qish bo'lsa, tez suratda o'qish. Ya'ni buni hadr deymiz. Hadr deganimiz tez suratda o'qish deymiz. Bu hadr degandan keyin so'z ma'nosi tuvallash, pastlash degan ma'nosi bor. Hadr tilovatni o'qigan chog'imizda sal tezroq o'qiymiz, ammo diqqat qiladigan nuqta tajvid qoidalariga va ahkamlarga qattiq rioya qilgan asosda o'qiymiz. Tez o'qidik deb harflarni bir-biriga kirishtirib o'tish yoki to'liq ado qilmaslik, harflarni tushirib qo'yish, zey-zavarlarni o'zgartirib o'tishga qat'iy bo'lmaydi. Tez o'qish hamda mush alayda diqqat qilmasa bo'lmaydi. Tez o'qidik deb xato o'qib qolishga harflarning va harakatlarning haqqini to'liq ado qilmay o'tib ketishga qat'iy bo'lmaydi. Demak, bu hadr degan tez o'qish degan gap. Tez o'qigan chog'imizda eng muhimi tajvid qoida qonuniyatlariga rioya qilgan asosda undan keyin tez o'qiymiz. Uchinchi xil o'qish shakli bo'lsa, bu tez bilan aldirmay o'qishningki o'ttirdiki, ya'ni o'ttirhal o'qish. O'ttirhal suratda o'qish. Ya'ni tahqiq mu emas, hadr mu emas, mushkisniki o'ttirsida. O'ttirhal o'qish deymiz. Buningdimi eng muhimi tajvid qoida qonuniyatlariga nihoyat diqqat qilgan asosda o'qiymiz. Xato o'qib qolishdan saqlanamiz. Yana birga tartil deymiz. Tartil bu tartil deganimiz mush uchlisiga am bo'ladi. Ya'ni Qur'onni dan-dana o'qish, aldirmay, uzib dan-dana o'qishni ko'rsatadi. Tartil deganimiz mush uchli xil shaklda o'qigan chog'imizda tartildan ayrilanmaymiz. Ya'ni tartil deganimiz danimdana harflarni uch ifodalash, undan keyin ahkamlarga qattiq rioya qilish degan gap. Demak, tartil mush 3 xil o'qish shaklidan ayrilanmaydi. Har bir o'qigan chog'imizda tartil bilan o'qiymiz. Demak, tilovatning turlari, tilovat ya'ni Qur'on tilovat qilish tiz asliga qarab 3 xil bo'ladi: tahqiq, hadr va tadbir. Shuning bilan tilovatga aloqador, tilovat qilishning turlariga aloqador darsimiz mushada oxirlashdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.